Xo'sh, bo'ldi hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar bilan men Javohir Tushkinga ahamiyat bermaysizlar. Bilaman mana bu basharani. Xo'p, mayli. Do'stlar, skinimga ahamiyat bermanglar. Xo'p, mayli. Bu eslicha men emas, mayli. Shamol ovoz kelyapti, lekin bizda yangi yil do'stlar, bizda mana qish, lekin har doimgidek qorsiz qish do'stlar. Ikkinchi Telegram kanalimga o'tsanglar, Odilboy bratni modlari bor. Mashina mod, mebel mod, qurol mod, hamma NPC mod, hammasi bor do'stlar. Qayerga ketyapman? Qo'limda ketmon olib. Xo'p, огородlarni ishlashni ham keragisi yo'q menimcha. O'sib turaversin. Hamon. Qishloqdan bitta xabar olaylik. Mana do'stlar, yerlar o'zgargan, lekin har doimgidek qor yo'q. Mana огородlar buzilib yotibdi. Xo'p, buni olib olamiz o'zimiz bilan. Buni ham olish kerak. Jitellar hammaga salom, hammaga yangi yil bilan. Senga ham Javohir. Okey. Yo-mayo, mana bu огород полностью o'sib qopti. Mayli. O'zimni bu огородым ham o'smagan. Mayli mana. Mana shu yerda meni kiratim bo'lish kerak edi. Lekin mayli. Hop. Qaytadan chiqib qishloqni bitta xabar olib ko'rib qo'yamiz do'stlar. Aytgancha bu video prosta reklama uchun olinyapti. Bundan keyin zombi apokalipsis serial chiqadi do'stlar. Shagarodga shu yerdan tushsam ekan. Mana bizning qishloq. Shu minoradan kopirovать qilib, mana shu o'rtaga qo'yish kerak. Politsiya uchastkasi qilib. Mana do'stlar, bizning qishloq kattalashmoqda. Ana yerda yana bitta kuznitsa va mana shunday uy qurilmoqchi. Keyin katta uy ham quriladi hozir mana shu yerlarga. Keyingi videolarda bo'ladi, xudo xohlasa. Mana shundaydan menimcha 3 ta bo'lsa kerak qishloqda qurilganda. Mayli, ovqat yesak yeyveraveramiz. Mayli do'stlar, bu video shunchaki yangi yil oldi edi. Bu reklama uchun. Yangi yil qor yog'sa, hozir Minecraftda qor yog'sa, plan tuzib video olib boramiz. Mayli, hammaga rahmat. Do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.